7 kilo ko'mir bilan 12 soat 40 kvadrat joyda bemalol isitadigan original logotip tushirilgan pechkamiz bo'ladi. Xo'p, hurmatli do'stlar, sizlarni uzoq kuttirmaymiz. Ma'lumotlarni to'liq berib o'tib ketamiz. O'sha biz aytganimizdek original logotip tushirilgan pechkamiz bo'ladi. Xo'p, listlari, narx-navosi, hammasini batafsil tushuntirib berib o'tib ketamiz. Xo'p, do'stlar, pechkalarimizga to'xtaladigan bo'lsak, pechkalarimizni pozitsiyasi bor. 20-20, 25-25 deganlarimiz bor. Undan tashqari keyin katyonniy varianti ham bor, lekin katyonniy varianti 25-dekabrdan keyin chiqadi. 25-dekabrdan keyin. Xo'p, bet hozir bu turgan pechkalarimiz bular zakazga chiqib ketadigan pechka. Bularni egalari bor, xudo xolasa berib yuboramiz bularni. Xo'p, mashinamiz 1.350.000 so'mlik pechkamiz. Bunkeri 25-25 bo'ladi. O't yonadigan joyi 5-6 bo'ladi, qalin listdan bo'ladi. Ichiga qoplangan bo'ladi, o'sha ichlariga qoplangan bo'ladi. O't yonadigan joyi plus setkasi chugun bo'ladi buni. Bunda nimalar bor deydigan bo'lsa, xo'p, orqasida tapchani bo'ladi, zaslonkasi, kuldoni, nagarini tozalaydigan narsasi bo'ladi. Qolgan joylari hammasi 208 likda bo'ladi. O't yonadigan joyi 5-6 qalin bo'ladi. Nimaga deydigan bo'lsalar, nagruzka o'sha yettaligi uchun mana o'sha joyi qalin bo'ladi. Xo'p, bularning pozitsiyasi bor. Birinchi pozitsiya, ikkinchi pozitsiya, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi pozitsiya. Xo'p, bularning pozitsiyasiga to'xtaladigan bo'lsak, xo'p, mana bunimiz prostoy varianti, mana bunimiz prostoy varianti. Mashinamiz 1.100.000 so'm. Buni orqasiga masalan tapchan qo'shadigan bo'lsak, mashinamiz 1.150.000 so'm bo'ladi. Xo'p, buni tevasida guli ham bor. Buni guli bo'ladigan bo'lsa 1.200.000 so'm bo'ladi. Xo'p, bu 20-20 bo'ladi. Buni og'zini ham kattalashtirib qo'yganmiz. Buni yangilik qilib bemalol katta o'tinlaring bo'lsa ham, sosalaring bemalol tushaveradi. Og'zi kichkina deydiganlarga yo'q, og'zini kattalashtirib qo'yganmiz. Ko'p obunachilarimizdan o'sha yangilikni so'rashadi, o'sha yangilikni chiroyli qilib berdik. O'sha og'izlarni kattalashtirib, o'tinlarni ham, hamma yo'qlarni ham solashaveradi. Xo'p, bundan tashqari pechkalarimiz mana terib qo'yganmiz chiroyli qilib. Kimga xudo xolasa mana shunaqa pechkalar kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomer qoldiramiz. Hech chiqarmaydi, tutamaydi, garantasini beramiz. 7 kilo ko'mir bilan 12 soat bemalol 40 kvadrat joyni isitaverasiz. O'sha biz aytganimizdek logotip tushirilgan original pechkamiz bo'ladi. Xo'p, bizdan uzoqlashmaymiz. Pastda nomer qoldiramiz. Bemalol aloqaga chiqsalaring chiroyli qilib yetkazib beramiz. Pochta xizmatlarimiz ham bor.